Ailda ölçemlik holatda lazer qo'rishni o'rganing. Usulü intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasiz. Ishdan yerib kelgan vaqtingizda 10 minutdan tayyor bo'ldi. Mayli mifan bilan yang yoki lag'man bilan yang ajoyib o'xshaydi. Qanamsa birlikda o'rganaylik. Avval qolgish bulamdi yoki qo'ygish bulamdi videoda ko'rsatgan bo'yicha nefis holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Buning tam qurishlaridan azroq tuz, qova uchun uni ahmush shongchu qo'yib tekshirlashtirib olgandan keyin azroq suv may qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Lazır qilgan vaqtimizda go'shtni tamlantirish eng muhim mush nuqtaga bekroq diqqat qilsanglar bo'ldi. Ko'rib pishak kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustida murshu. Qozonga go'sht chilashqadek may qo'yib, go'shtni bo'sh o'tda qo'raymiz. 1-2 minut atrofida qo'rib, buni yumshoq qalatib pishirib olamiz. Onun dikken qo'shiqning ustiga azroq tuz silib birishga qo'rvatgandan cho'ng ustamning qo'rmasa tetkisidan bir qo'shqa atrofida silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish tomoq qasam ta'mini rangini yaxshi chiqaramayman degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sanab baqsanglar bo'ldi. Onun dikken pamdirni silib qo'raymiz. Pamdir bir aqur izlib bo'lgandan keyin kraxmal suyidan yarim chimich atrofida qo'yib etamiz. Eng oxirida qizil laz, ko'k lazlarni silib birishkilashtirib lam alsaq bo'ldi. Mana ko'rib turganlaridek ajoyib o'xshagan lazerum tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi?